Assalomu alaykum kanalimizda obunachilari, doimiy bizani kuzatuvchilar. Bugun mana granula apparatlarimizni ishlash jarayonlari va modellari bilan tanishtirib o'tamiz. Bularni video davomida ishlash jarayonlarini ham qo'yib beramiz. Bizani kuzatishda davom etinglar. Mana birinchisi oddiy 220 ga ishlaydigan rezitka bilan to'pga tiqib ishlatadigan modelimiz hisoblanadi. Bu modelimiz 160 modelimiz hisoblanadi. Soatiga 120-130 kilo mana shunaqa yarim pishgan mahsulotimizni tayyor qilib chiqarib beradi. Keyingisi bunisi 380 tokka ishlaydi bular. Bu 7,5 kilovatlik motor bilan jihozlangan modelimiz hisoblanadi. 210 model. Bu ham xuddi shunaqa mahsulotda mana shunaqa yarim tayyor mahsulotda o'zingizni reseptingiz asosida chiqarib berishga mo'ljallangan. Keyingilarga o'tadigan bo'lsak, bular ham kattaroq ob'yomda ishlaydigan 11 kilovatlik modelimiz. Bular motorimiz 11 kilovat. Mana modelimiz 230 model hisoblanadi. Bu ikkalasi ham xuddi bir xil 230 model hisoblanadi. Tadbirkor akalarimizga mo'ljallangan bu katta modellar. Bular soatiga ko'p ob'yom chiqazadi, vaqtingizni tejaydi. Mahsulotimizni mana birinchi mana bu 220 tokka ishlaydigan modelimizdan boshlab ishlatib ko'rsatib beramiz. Hozir mana mahsulotimizni olib kelyapmiz. Makkajihori donini o'tkazib beramiz, sizlarga ko'rsatib beramiz. Hozir 220 tokka ishlaydigan bunaqa matrisalarimiz bor, bularda sotiladigan. Hozir o'zida matrisa turibdi, bunaqa qo'shimcha matrisalarimiz ham bor. Mana soladi, mana ko'rsatib beramiz ishlash jarayonlarini. Sizlarga ham bitta ko'rsatib beraymi? Endi ishlash jarayoni. 3 talik matrisa bilan aylanib ishlaydi bular. Bular matrisasi qizigandan keyin ob'yomni ko'proq chiqara boshlaydi bular hozir. Ko'ryapsiz, top-toza hech qanaqangi qumsiz, top-toza qilib chiqarib beradi mana bu mahsulot. Keyin mana bu 380 ga o'tadigan bo'lsa, 380 ga ishlaydigan Bu granula apparatlarimizni 4 kilovatdan 37 kilovatgacha bizlarda mavjud. O'zbekiston bo'yicha dastavkalarimiz mutlaqo bepul. Kanalimizga obuna bo'lib, qo'yish esdan chiqmasin.